hozir Bo'stonliq tumanidaman, Chorvoq tomonda. Havoni qaranglar, bu yerda qanaqaligini. Umuman hech nima ko'rinmayapti. Hech nima ko'rinmayapti. Tushunasizlarmi? Bu havo endi tog'da ham bor. Kecha ham video olgan edim. Dambani tepasiga olganman-da. Sekin Toshkent tarafdan mana katta smog tepaga ko'tarilyapti. Tog'i tepasigacha ko'tarilyapti. Tasavvur qilasizlarmi? Ya'ni endi biz tog'ga ham toza havo uchun chiqa olmaydigan bo'lamizmi? Nima bo'lyapti o'zi? Nimaga hech kim tushuntirmayapti bu narsani? Chorvoqdamiz. Ko'ryapsizlar. Ko'k, top toza. Va bu yoqqa bundoq qayilsak, mana Toshkent tarafdan mana shunaqa smog o'zi tarafga qarab kelib boryapti. Tog'larga ham kelyapti hattoki sekin-sekin.